Do'stumning baxtli bo'lishini xohlayman, biroq mendan bekrak baxtli bo'lib ketishini xohlamayman. Ha, yaxshimisizlar? Men sizlarni Dilo so'zlaydigan do'stim Dilna Dilo. Sizlar shu qizvolning do'sti yo'q degan gapga ishonamsizlar? Bugun men sizlarga shu do'stining baxtini ko'rib, ichim mushtaq lim bo'lib chichangishib ketgan bir Diloni so'zlab beray. Rasmdagi mashki qiz yaqin do'stlardan ekanda Quymiga. Bularning hammasi Indoneziyalikka, mas'ul tarafdagi qizning ismi Jessica aka, o'ng tarafdagi qizning ismi Mira aka. 2016-yil 1-oyning 6-kuni bu Indoneziyaning poytaxti hamda eng chong shahri bo'lgan Jakartadagi bir qahvaxonada bu Jessica, Mira, andigan yana bir do'sti Xani uchi qahva ichib o'tiribdi-da. Bu uchaylar endi bir-birisi bilan hech yaqin o'tadigan, doim ko'rishib o'ynaydigan shunday yaqin do'stlar ekan. Bugun bu uchalasi qanday muz sog'an muzda qahva buyurtibdi. Shunda bularning orasidagi bu Mira o'zining qahvasini ilib bilan güppidi bir jutum ichib bilan bunun ta'mi nimanda qonsiq bu dejirg'i bunun ta'mi deb bilan qog'ini ichamay qo'qibdi. Shunda birdan o'tgandagilar bu Mira degan o'sha qusqus kelib biyoram bo'lib eshadilam titrab keyindan qusib ketibdi-da. O'sha bulamay xuddiga tutqanlik kesilib tutqandeklar o'sha o'rindiqdan serilib past tushib ketibdi. Shu bilan bu Mira shu yerdan mojina ketibdi. Bu yendiki Jessica bilan Mavxan eshikisi degan ishada patbar bo'lib ketdi. Jiddiyalashib nim bo'ldi deb. Ular endi bu qahvada masala bor deb o'ylamay, bu Mira do'stimizning biri o'sha kesil bo'lib qolsa, kesil tutib qolgan o'xshaydi deb o'ylabdi-da. Shu bilan buni ko'rgandan keyin bu qahvaxonadagi xizmatchilar chaqalam saqcham telefon qilibdi, aniki ma qutquzish mashinalariga telefon qilibdi. Shuni saqcha kelgandan keyin kelib qarsa, bu Mira allaqachon janus bo'libdi. Shunda 3 kundan keyin bu Miraning jasad tekshirish dokladi chiqibdi. Ustiga nima deb yozib tursanlar, bu Miraning o'lish sababi bo'lsa, siyonatdan zararlangan, ya'ni Qinhua zhongdu. Shunda bu natijani ko'rib, saqcha udulmamış qahvada masala borga chuqum deb o'ylaydi-da. Shu yerda ichib qolgan qahvasini olib tekshirsa, uningda haqiqatan o'sha siyonat tarkibi bor ekanda, shu bilan saqchilar berib, udul Jemkong tekshirsa, qatilma nimalar deb chiqadi. Shu bilan Jemkongda nim ko'rinib tursanlar, u kuni bular qahvaxonaga kirib, qahvani buyurtib o'tgandikanlar, bu Mira bilan xona eshikisi, obini kirib chiqaylik deb obini kirib ketibdi. Shunda bular kirib ketgandikanlar, mulozimlar bularning qahvasini egilib, bularning jo'siga qo'yib beribdi, ketibdi. Shu qarab tursa, bu yerda qolib qolgan Jessica qo'pib, o'zining sumkasidan bir narsani chiqarib, qahvaning og'zini ichib, ichiga sapdi qaranglar. Shu Jemkongga aniq chiqib qoldi. Endi bu Jemkongda buning endi nimani sog'inni aniq ko'ramizmi, lekin bu qizning işte bir narsani sog'a harakati intayin aniq chiqib qoldi. Shunga saqcha aniq bu Jessicani tutib kelib so'roq qildi. Shu so'roq qilsa, bu qiz azroqmi javob qilmaylar. Ha, do'stim nima o'ldirgandim. Nazarni men sog'an deb ixro qo'yilganda, endi bu qizning nima ish qilib do'stini o'ldirmoqchi bo'lgan sababini olsanglar, bir xil vuyu bo'lib kulganga keldi. Endi bu gapni men 2011-yildan boshlab so'zlab beraman. Endi bu Mira deymiz, Jessica deymiz, Hani deymiz, bularning hammasi nima Indoneziyalik dedim-ku. Bular ayni vaqtda shu ayrim holda Avstraliyaning Sidney degan yerdagi bir oliy maktabda o'qibdi-chu. Ashada shu bilan bular yurtdosh bo'lgandan keyin aloqa qilib, tanishib, shu yaqin do'stlardan bo'lqapti. Endi bular shu maktabda doim izlashib, shunda yaxshi o'ynayotganda, endi bularning hammasining oila iqtisodiy shunda yaxshi bo'libmi, o'lib ketgan Miraning uydagilarning shunda puli bor ekanda, bu qiz o'zim shunda chiroyli ekan. Endi buningga bularga selishtirgan chog'da Jessicaning uydagilarning iqtisodiy sal tuanar ekan, lekin bizdek odatdagi odamlar bilan selishtirganda ular lo'shva qildi degan gap, iqtisodiy shunda yaxshi degan gap. Endi o'sha do'stlarning orasida o'sha Jessicaning sal tuanar ekan. Endi bular maktabda o'qiyotgan chog'da shunda yaxshi do'st bo'lib o'tib ketganda, lekin qaranglar, biz maktabda o'qib baqqan shunaqo, atrofimizda ba'zi boyning bolalari shunda xashlab o'qib ketsinmi, lekin hammamiz yanlam bir maktabda o'qiymiz, bir shaharda turamiz, yana o'xshash bir sinfda o'qiymiz. Hammamiz ota-onamizning pulini xashlab yuramiz shunaqo, lekin oliy maktabni putdagandan keyin andan hammamizning kelgusi boshqa yoqlarga ketadi. Ba'zilarimiz xizmat etamiz, ba'zilarimiz to'y qilamiz, ba'zilarimiz yana shu boy ota-onamizning pulini xashlab yuramiz, ba'zilarimiz qiqini so'qinda o'qib yuramiz. Shunaqo, bu vaqtda endi odam bilan odamning o'rtasidagi haqiqiy farq boshlandi. Shuna qilib bular oliy maktabni putdagandan keyin bularning orasidagi o'lgan qiz Mira bor. Shu Indoneziyaga juda qaytib bilan tezlam bir muhabbati bo'ldi. Bu muhabbati bir forda ekan. Endi bizlar forda bolalar odatda sal po'chiroq degan u bu qizlarni o'ynab sal shapaqroq keldi. Lekin bu bal ham puli va ham kelishgan, ham bu Miraga ajoyib yaxshi muomala qilgan, shunda voy deydigan bir balga. Shu bilan bu Mira o'g'li bilan shunda pez muhabbatlashib, oz o'tmay to'y qilib qaranglar, turmush shunda baxtli ekan. Endi Jessicaga kelsak, bu qizmi shu oliy maktabni bitirib bo'lib, juda ketmay, shu o'qigan Avstraliyada qolib qoldi. Yo'q, bu qizmi az o'tmaylar bir o'g'il do'st tutdi. Lekin bu qizning tutgan o'g'il do'sti hamda Miraning o'g'il do'sti bilan selishtirsa, birisi osmon, birisi yer ekanda, bu o'g'il do'sti hamda shu 5 bo'lishning hammasida bor ekanda, chekidigan, ichidigan, o'ynaydigan, qimma o'ynaydigan, hatto uradigandan bor ekanda, doim shu Jessicani urib oldi. Endi bu Jessica o'g'lisi bilan aralash jarayonida bu qilganlarga chidamay 4 qaytan o'zini o'ltiryapti-da, lekin o'ngishli o'ltirib olmabdi hech qaysida. Shundan keyin bu Jessica o'zi aroq ichib, mashina haydab berib, tomga so'qib, o'zining ikki qo'rg'isini sindirib yutdi. Shu bilan endi hamma davlatda aroq ichib, mashina haydab qonun qilib qo'y. Shunda shu tufayli bu qiz xizmatini aralaqapti. Shunda demak bu qizning olib maktabni tugatgandagi barliq turmushi bir qalaymaqanchilik bir besh do'zax ekanda.
Shundan keyin bu Jessica do'stlari bilan aloqa qilishib parangish jarayonida bu Miraning ajoyib baxtli, ajoyib pijat turmush kechirayotganini bilib qoldi. Shundan bu qizning ichi chidamay qoldi. Nimishqa biz hammamiz o'xshash maktabda o'qigansak, mening chiroyimni qilishmig'idek uningdan nimishqa u Fuarday bilan to'y qilib mushta pez turmush kechirdi. Men jonim bilan orilishib, ulgudek tayoq yeb, to'rt qatim o'lib olay dedim. Texi nimishqa pinishima deb ashta dekdi. Endi bu gaplarning hammasi mau Jessica o'zining ko'nglida o'ylagan gaplar. Aniki orliqdimi bu Jessica bu Mira bilan aloqa qilishib shuni o'zining dadlarini to'kibdi. Men mushta bir o'g'il bilan orilishib qolgandim. Mushta qilyotdi, anda qildi, meni doim urib oladi. Men bundan o'lib olay dedim degandek har xil gaplarni qilib endi dadini to'kibdi. Shu bilan bu Mira do'st bo'lgan keyin bu qizni anvay qildi. Shu ko'ngilni yerim qilma. Bo'ldi unda bir nimdan ayrilib ket, seni o'g'il do'sting jonanka, seni unda urgan bo'lsa, voy ayrilib ketmasang, sen mush patqa qilib ketib lam qolsa deb endi yaxshi gapdi. Endi bu yaxshi gaplari bu Jessicaning qulog'iga kelib, men deb anglabdi desanglar, xuddi bu Mira qilib, bu o'zini zangli qilayotgandek, o'zining o'sha pez turmushini ko'z-ko'z qilayotgandek anglabdi. Shu bilan bu Jessica degan bu Miraga bag'on siri o'sha ichki qo'tirlik qilib ajoyib o'shib ketibdi. Shu bilan bu Jessicaning endi bu yaqin do'stiga odam o'ldirishdek bundaq qabiy ish qilib chiqishidagi eng ajallik sabab nima desanglar, bu Mira to'y qilgan chog'da to'yini Bali arli, ya'ni Balida qilib deganchu. Shu bilan bu Jessicani chaqirmabdi to'yga. Shu bilan bu Jessica portlabdi. Ha, sen najohni yoqi meni zanglik qil. Endi ikkimiz yaqin do'st turib, sen meni to'yingga chaqirma, shundami? deb bu qiz o'sha veshi o'shulib, ichida ham shu planlabdi bu qizni o'ldirganga. Shunda qilib, delo yuz berishdan necha kun burun, bu Jessica Indoneziyaga qaytib kelibdi. Qaytib kelib bilan ikki do'st bilan aloqa qilishibdi, Mira bilan Xani ishkisi bilan. Shu aloqa qilib biz bir ko'rishib, tamoq yeb, ondan keyin bir oylanib kelsak bo'lmamdi, yaqin do'stlar deb degandan keyin shu ma'qul debdi bular. Shu delo yuz bergan kuni shu bular chiqib boshda aylanib shuni yerib bularning og'izlari qurib qolgandan keyin yilqi qahvaxonga shu bilan ashada o'tirib paranglashgach qahva ichishga kiribdi. Shu bilan bular qahvaxona kirgandan boshlab bu Jessica shu zarni solgan fursat izlabdi-da. Qanqa bu qahva chiqishdan burun Mira bilan Xanishkis o'pirni kirib ketibdi. Shu bilan bu qiz yendan yilqi siyonat, ya'ni chimxovni chiqarib bu Miraning qahvasiga sevibdi. Mana bu bu qizning do'stini o'ldirishdagi sababi va ishning jarayoni. Endi gap bu Jessicani sudning qanday kesganligidir. Asli bu Indoneziyaning qonuni bo'yicha bu Jessica odam o'ldirgandan keyin buni o'lim jazosiga hukm qiladi ekan. Lekin men dedim-ku, bu Jessica oliy maktab bitgandan keyin Avstraliyada qilib qopdi deb shu vaqtda ko'chman bo'lib, nopsini Avstraliyaga yetkazib bo'pti emasmi? Shunga bu Indoneziyaning qonuniga tushmay, buni faqat 20 yillik qamoq jazosiga hukm qila olibdi. Endi odamning eng ochig'ini keltiradigan nima desanglar, sudda bu Jessica boshdan oxiri qanday o'kinish, pushaymon qilish degan unda ganjoyda bo'lmabdi. Boshdan oxiri shu ijarab turib, o'zining qilgan qilmishini, jarayonini so'zlab berdi. Eng oxiri nima debdi desanglar, "Ey hukm qilinglar, mening bu kesinglar, qanchalik kesinglar. Men o'ldirdim shu ashni. U o'lmagan bo'lsa, men mangu xotirjam yashayolmadim" debdi. Bu nima qilgan do'stini o'ldirdi va qancha turmushdan ko'ngli suvishmay, boshqa qaqshab ketsin, bu o'ldirgan tegishli odam o'g'il do'sti bo'lgandi. Do'stimdan nima gunoh? Dudga jumi bu qiz. Agar men bo'lgan bo'lsam, do'stim o'sha Fuarday tegib 5 pul darab ketgan bo'lsa, kuni ko'pam yig'ishtirib bilan berib, odam meni baqay deb berib oldim. Ondan keyin qaranglar, bular qahva ichgan yil qahva ham bog'u, mush dilo degan 5 xol bo'lib ketibdi. Nurg'un mush diloni olgan to'rdoshlar, ondan keyin sayohatchilar kelib, bu qahvaxonga osh Mira ichgan osh qahvani buyurdi, daga qildi. Qilsin dedim bu qahva. Haras do'stlar, sizlar to'xtamay menga o'zingizlar yoqtirgan mazmun so'zlab bering deb menga tuyjan qilyapsizlar, anki pingni uchun gezyapsizlar, anki aytib qilyapsizlar, fins uchun gezyapsizlar, seshan qilyapsizlar degandek. Men ko'rib chiqyapmanmi, ko'nglimga taqamanglar. Lekin men ularning orasidan shu mazmun yaxshi, o'zim yoqtirganni achqib so'zlaymanlar. Men bir necha kundan yaxshi so'zlayotganlar hammasi shu finslar tuyjan qilgan neyron. Lekin endi ba'zilarning tuyjan qilgan neyronlari asosli qilgandek nima deymiz? Odam tushunga olmaydigan qilgandek so'z iboralar bekchiq. Andikin ham shu vaqalik oz, shundaq mazmunlarni men toza o'zimni yaxshi ko'rmayman, o'qirmanlar yaxshi ko'rmaydi. Chunki vaqalik odamni jalb qildi emasmi? Shu vaqalik oz mundaq mazmunni, men asosli so'zimdim. Lekin davomli men mushta to'g'ri qilsanglar bo'ldi, men arasdan yoqtirgan yaxshi mazmunlarni so'zlab beraman. Bo'ladimi? Haras do'stlar, yana bir ish. Ma'fins uchun odam to'sh ketdi deganlar, yana nurg'unlar iltimos qilib qo'yibdim. Men tungu qilamayapman, chunki odam to'sh kelsa tungu qilib bo'lmaygancha. Shu men hozir yangi chun qurmoqchi. Ikkinchi chunga qayta iltimos qilib kelsanglar bo'ldi. Bo'ldimsa bugungi delorimiz mishada qilishdi. Men bir narsani bayqab qoldim, qaranglar. Ma gulni men modoyinamda assam, qaranglar. Ma ikki tal daxovni 9.90 tiyin, ikki tal junxovni 7.90 tiyin, daxov bilan junxovni tangasa 8.90 tiyin deb chiqqanti. Yana bir doyinamda assam, ikki tal daxov 4.90 tiyin, ikki tal junxov 2.90 tiyin, daxov bilan junxov 3.90 tiyin ishlab turdi. Shunga o'xshamaydigan do'yinda o'xshamaydigan ba o'xshaydi o'zim. Men hozir pinglinchiga qilib qo'yman, juning. Assanglarlar mush gulni ko'rsa qarab yaqinlar sizlarning qancha pul chiqadiki. Haqcha texan azan ivolsizlar. Amsa densa quancha shul tanqilishni unutib qolmanglar, keyingi mazmun texan tezmi? Xayr xo'sh.